elektr energiyadan million haqqing bo'lsa ham axlatdan, ya'ni toza hududdan qarzing bo'lsa elektr energiya uziladi deyilyapti-mi? Biz ayni daqiqalarda Quva tumanining prokuraturasi markazidagi ko'p qavatli binolarda oldida turibmiz mana. Mana ahvol. Mana fuqarolar ichida turgan mana shu axlatxonalarni bartaraf qilinglar avval sizlar elektr energiyani uzishdan oldin. Mana qancha kerak? Mana ahvol, mana musulxonalar. Mana shu yerda shuncha ko'p qavatli binolarda fuqarolar yashayapti. Mana o'ta prokuratura bor, Quva tuman prokuraturasi bor. Orqasida mana musulxona. Hurmatli rahbarlar, elektr energiyadan uzilasan deyishdan oldin axlatni tozalashib qo'y, bo'ptimi? Hurmatli toza hudud, hurmatli Quva tuman toza hudud rahbarlari. Qo'llaringizdan kelmasa yig'ishtirish. Mana shu Quva tuman toza hudud tashkiloti xususiy bo'ldi, harom bo'ldi. Quva tumanining ko'p fuqarolari axlatga ichida yashashga majbur bo'lyapti. Shu o'rinda Quva tuman hokimi Halimjon Umarov Komilovdan iltimos qilib so'rab qolardik. Quva tuman toza hudud tashkiloti umuman ishlamayapti. Qayerga notariusga ish bilan tushirgan bo'lsa, axlatdan qarz bo'lsa notarius ish bitmaydi. Pulini ol, halollab qo'yib keyin ishini qil. Hurmatli toza hudud rahbarlari, qo'lingdan kelmasa yig'ishtir yo'qolib ketdi.